Teatr hem de bütün medeniyet dünyası Pushkin kartısı bilen hizmetleşlikte yaşlarımız 14 yaştan alıp 22 yaşına kadar yaşlarga biletni al mümkünligi berdiler. Hem bizga kelgan şul yaşlarni deb aytib hamma qabatlanib bo'lsa da bizning bir o'yin bor edi. Mana shu shunda o'zlari kelgan biletlarini solish mumkinligi, balakligini bir o'zlari turida bilishma ham biz o'ynatadilar mana shu shunday bo'laklar. Saat, telefon, pulsiz ham endi avio bilet o'zlari tilagan yerga boruv mumkinligi bor edi. Ham sizning ruxsat bilan biz uni hozir oshib jinguvchilarni belgilaymiz. Agarda siz rizo bo'lsangiz. Rizodirmi? Menga kerak edi bir bunday yoshlar ko'p. Bir ulkan opa. Kimlar bor ekan? Opajon, ismsiz. Siz chiqmaysiz, ayni. Sizlar so'rasamda. Yo'q, biror qaysi qizni so'ylab olaymi ekan edi. Opajonim, sizga mumkinmi? Bir shunday motor yo'liqdan kelgansiz. Ne og'a binagina shoqirlar olqishlar bilan. Edegizlar, rahmatingiz. Niyozoy birozna fanfara berib olsa, opajonim, edegizlar. Edegizlar, olqishlaymiz ne? Sojda opa, qo'ydiz shular kutmagandagina sizni sahnaga olib chiqqanman. Olqishlaylar o'zini, Sojda opa. Sojda opa, siz tut kishi agarda ne bo'lmasa, men oldalamadim, bizning g'ayib yo'q deb qarab turib, ham endi sudya hukmdor bo'larga emas. Sizning ruxsat bilan edegizlar, rahmat. Mana shu tortmani oshib qaraysiz. Mana bunda yopishtirilgan qog'ozi bor, ham peshati bor. Sizning ko'z oldingizda osham. Bismillah. Tak, bo'lsin eshik. Meni bo'lsa yasharimda tuzumsizliklar o'chaveradi, ishqilabda. Subhanalloh. Men hozir shuni bo'ladim. Siz bizni so'ylab olasiz, yana ruxsat. Rahmat sizlarga. Men g'aflatini qisib tub protsessda ko'chdik. Biz bulay deb kelishgan edik, boshda balakaydan zo'rg'a tava boramiz deb bo'lakni ham eng birinchi bo'lib mana shu shunday motor sagat o'ynatamiz. Ham haligi sagatning jinguvchisi Sojda opa, bularni ko'rasizmi, o'zingiz aytsangiz? Ramzilovna Sadriyeva. Sadriyeva Ilyuza Ramzilovna. Bunda to'g'rimi yo'q chiqqanabsizlar? Ilyuza. Alaysa mana bu video kamera qo'llaymiz. Ilyuza. Sagat sizniki. Menga ostida qo'yam. Rahmat. Bu birinchi noyabrda olgan bo'lgan bilet. Edagi tog'in bir sagat o'ynatamiz. Mubarakshин Ilsaf Ilnarovich. Manda to'g'rimi? Insaf Ilnarovich. Ayda o'zini olqishlayib, videoga ana borjida deb sanamiz. Ikkinchi sagat insofga. Hozir endi pulsos o'ynatamiz. Stajda qo'y. Kuzneyev Ayaz Almazovich. Ayaz Almazovich. Uldamda yo'qmi? Yara, video qarab aytib, davomida pulsos shunda. Mana birida bo'lganim bir signal bo'lsa-da, shu telefonni olib ketsa shap bo'lar edi, qadrli do'stlar. Elingiz telefonni o'ynatamiz. Sojda opa, ol endi birsin. Ikkovlab kiradilar. Tarasova Екатерина Владимировна. Tarasova Екатерина Владимировна. Ondami? Günah şunluğu. Yara, alkışlarına çektiririz. Hem indi aviye bilet. Qadrli do'stlar, oldan etib qo'yam.
UVT aerokompaniyasidan, aviakompaniyasidan o'zlari tilagan yerga uchish mumkinligini o'rgatamiz. Sizda pamyatni topib bo'lgan, munda bo'lgan kishi olsa yarar ekan. Olasiz. Салахова Лейсан Рамиловна. Салахова Лейсан Рамиловна bormi? Yo'qmi? Bilasizmi narsa? Mening sizning yordamga beraverishingizga, lekin boshqa Sojdapaga rahmat aytasizlar. Sojdapa, bizga bugun spektaklga kelganingiz uchun nabisi kichkinagina bo'lak sizga. Rahmat aytasiz. Mana bu yoqqa nazar. Olqishlar ostida Sojdapani uzatamiz. Agarda mumkin bo'lsa, men ona hozir shundan sholtiratib qo'yaman. Unda qoida bo'yicha telefon nomerida yozilgan bo'lar deyishamiz. Birazdan sabr etingiz deyman. Tak. Ha, bilashsiz. Men hozir sholtiratam, громкий связьdan qo'yaman. Boshqa so'rayman, Leysan Salaxovmi deb so'raymanmi? Ayy deb aytsa, butuni bizga qutlaymiz degan. Omin, конечно, kishiniki bo'lg'ashdan kunlashtiradi, shularda bir qutlaymiz deb chaqirib zaraymiz. Hozirmi? Hozir. Telefon nomerini aytaman. Agarda ne bo'lsa 8927 49 64 220 tak. Hazırmısınız? Aydagiz bulaşırız. Men so'rab mumkin ekan. Sразу qutlaymiz deb chiqaramiz, yemagiz. Hazır bo'lsa, jamoat bersa bor. Leysa sen Pushkin kartasi bilan Chinchurin teatrida o'zingning qorizangni qoldirgansan ekan biletni. Qoldirdingmi? Ham sen bilasizmi? Sen UVT aerokompaniyasidan aviabilet tutding. Qutlaymiz seni. Leysa, biletni tushib kelib olasin biz sizga yomon xabar aytamiz. Sizni chin ko'ngildan qutlaymiz. Afarin. Rahmat do'stlar, shulay bizga yordam etganingiz uchun. Haligi bo'laklar o'z xo'jalarini topashaqlar, albatta topshirishamiz. Ham endi haligi bo'laklarda bo'lgan sponsorlarni aytirga ruxsat etingiz. Qadrli do'stlar, Chinchurin teatrining Pushkin kartasi bilan bilet olib, bizning aksiyada qatnashgan ham endi sponsorlarini aytishga kerak. General partnyor Tatneft xayriya fondi. Partnyorlarning barchasına rahmat. Aytdik, UVT Aero bilan ishimiz Bulgar fondini biligiz, Kamstroy Invest yurtlaridan kvartiralar olamiz, Milita Arenada dum olamiz, Alexeyevs Dorstroy yo'llarida yurigiz, Tatem uyushmasına tuzilish zakazlari berigiz, Spasение медицины immuniyatlashtiruv jamiyatida strafovka yasadiz, Mayskiy teplitsa kombinatidan qiyar pomidorlar olib boshladingiz, Tatneftda zapravka kirgiz, ham albatta Chinchurin teatrida yurigiz. Rahmat hammangizga. Siz ruxsat etsangiz, bizning yigitlar haligi bo'laklarni olib xo'jalarini topshirdilar. Men endi sizdan g'ofu o'tinib 2 minutgina ko'targa sabr etarga ruxsat so'rayman, chunki meni tezgina kiydirib kerak. Sizning e'tiborga bugun buyuk shaxsimiz Karim Chinchurinning So'ngan yulduzlar spektakli. Rahmat etib qaramiz.